هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Mutaffifin tafsiri 1. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Mutaffifin suresi 1. ayetinden başlap okuyumuz inşallah. Ba'de billahi mineşşeytanirracim. Sure Mutaffifin Medine'de nazil bolgan 36 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ölçemde ve tarazıda kembegüçülegi vay. Ula kişilerden ölçep ağan çağda toluk alıdı. Kişilerge ölçep yoki tatip bergen çağda kem berdi. Ula büyük bir kunde teriladiganligiga işenmeydi. O günde insanlar alemlerinin Rabbinin huzurida tik durdu. Nesai ve İbn Mace İbn Abbas'ın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Medinaga kelgan chaqda Medinadagi kishilar o'lcham va tarozi ishlarida bek nachar ish qiladigan kishilar edi. Shuning bilan Alloh taolo o'lchamda va tarozida kambag'uvchilarga voy degan oyatini tushirdi. Ular shuningdan keyin o'lcham va taroz ishlarida to'g'ri bo'lishga boshladi. Alloh taolo o'lcham va tarozida kambag'uvchilarning qandoq odamlar ekanligini bayon qilib, mundaq dedi. Ular kishilardan o'lchab olgan chaqda to'liq oladi. Ya'ni ular kishilardan o'zlarining haqqlarini olganda ularga berganidan ortiq oladi. Kishilarga o'lchab yoki tatib bergan chaqda kam berdi. Ya'ni kishilarga bergan chaqda kam berdi. Alloh taolo o'lcham va tarozida to'g'ri bo'lishga buyurib, mundaq dedi. Sizlar boshqalarga ochliq qatorliqlarni o'lchab berganda to'liq o'lchanglar ve to'g'ri tarozi tatib beringlar. Mundaq qilish sizlarga dunyoda yaxshidir. Oxiratlikinglar uchun texmi obdandir. O'lchamni va tarozini to'g'ri qilinglar. Hech qanday odamni kuchi yetmaydigan ishga taklif qilmaymiz. O'lchamda adil bo'linglar. Tarozida kambamanglar. Şuayb aleyhisselamның qavmi o'lcham va tarozida kishilarga kam berganlik uchun Alloh taolo ularni halok qilib etgan. O'lcham va tarozida kam berguchilarni olamlarning Robbi Alloh taoloning oldida hisob beradiganligi bilan qo'rqitish to'g'risida. Alloh taolo ularga tahdid silib mundaq dedi. Ular büyük bir kunda terildiganligiga ishonmaydi. Ya'ni ular qo'rqinchisi katta, endisi ko'p, ziyon tortgan odam cho'qim do'zaxga tashlanadigan büyük bir kunda teriladiganligidan oshkora va yoshirin ishlarni biladigan Alloh taoloning oldida hisob berish uchun turadiganligidan qo'rqmamdi. U kunda insonlar olamlarning Robbining huzurida tik turdi. Ya'ni insonlar u kunda yalan ayak, yalang'och ve xatnisiz holatda nihoyatda javobgarlik qiyin ve gunohkorlarga nihoyat tor ve ig'ir keladigan bir o'rinda turdi. Ularga Alloh taoloning buyruqlaridan ularning tanlarini shurkandirib, sezgi a'zolarini ojizlashtirib etadigan tushdi.
İmam Malik İbn Ömer radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kishilar olimlarning Robbining huzurida turadigan kunda, u kundagi ahvolning ig'irligidan ularning ba'zilari hatto o'rlab quloqlariga chiqqidek terning ichida qoladi. Bu hadisni İmam Buxoriy va Muslim, Malik va Abdullah ibn Avundan rivoyat qildi. Malik va Abdullah ibn Avun bo'lsa, bu hadisni Nafi'dan rivoyat qilgan. İmam Ahmad ibn Aswad Kanadining mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Payg'ambar alayhissalomning qiyomat kuni bandalarga quyosh bir nayza yoki ikki nayza bo'yi darajada yaqin qilindi. Quyosh ularni qizitadi. Shuning bilan ular qilgan qilmishlariga qarta terga cho'midi. Ularning ichida ter tapinigacha chiqadiganlar, tizlarigacha chiqadiganlar, beligicha chiqadiganlar va ig'izlarigacha chiqadiganlar bor. Bu hadisni İmam Muslim va Tirmizi rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Abu Davud Peygamber aleyhisselamның qiyomat kunida Allah Taalaning huzurida turadigan o'rinning ig'irligidan Allah Taalaga sig'inib panoh tilganligini rivoyat qildi. İbn Mas'ud insonlar qiyomat kuni boshlarini osmonga ko'targan holatda ularga birasimi gap qilmasdan 40 yil turdi. Ter ularning mayli yaxshisi bo'lsin yoki yomoni bo'lsin, ularning ig'izlarigacha chiqadi dedi. İbn Ömer insonlar qiyomat kuni 100 yil turdi dedi. Bu ikki asarni İbn Jarir rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Abu Davud, Nasa'i va Ibn Majah qatorliqlar Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom kechada turib o'qiydigan namozlarini o'qishni boshlaganda 10 qitim takbir, 10 qitim hamd, 10 qitim tasbih va 10 qitim istig'for aytadi. Va ey Alloh, gunohimni kechirgin, meni to'g'ri yo'lga boshlagin, menga rizq bergin va menga sog'lik ato qilgin degan duoni qiladi. Hamda qiyomat kunida Alloh taolaning huzurida turadigan o'rinning qiyinchiliklaridan Alloh taolo sig'inib panoh tilaydi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ular tarozida o'lchamda kam berishdan yonsin. Yomon odamlarning nomi amali cho'qim sijjinda bo'ladi. Sijjin degan nima? Uni qandoq bilalaysan? U yomon odamlarning qilmishlari xotirlangan bir daftardir. Bu kunda inkor qiluvchilarga voy. Ular qiyomat kunini inkor qiladi. Uni faqat kufrida haddidan oshgan intayin gunohkor odamlar inkor qiladi. Uningga bizning oyatlarimiz tilovat qilinsa, u bu qadimkilarning hikoyalaridir deydi. Hargiz undaq emas. Balki ularning gunohlari tufaylidan dillar qariyib ketgan. Hargiz undaq emas. Haqiqatan ular bu kunda Rabbini ko'rishdan man'i qilingan. Ondan ular haqiqatan davzaxga daxil bo'lguchilardir. Ondan ularga mana bu sizlar inkor qilgan narsa, ya'ni azobdir deyiladi. Yomon odamlarning nomi amali va ularning ba'zi ahvollari to'g'risida. Yomon odamlarning nomi amali cho'qim sijjinda bo'ladi. Ya'ni ularning oxirgi qaytadigan yeri va o'rinlari jahannamdagi tor bir jilg'ida bo'ladi. Şuna Allah Teala u jilg'ining ishining ig'irligini
bayon qilib mundaq dedi. Sijjin degan nima? Uni qandoq bilalaysan? Ya'ni u jilg'ining ishi bo'lsa, katta ishdir. U gunohkorlar mangu qilib qoladigan bir jilg'idir. Shundaqla qattiq bir azobdir. Ba'zi olimlar u jilg'ini 7-qat zaminning ostida dedi. Baro ibn Azib rivoyat qilgan uzun bir hadisda Alloh taolaning kofirlarning jonlari haqida uning nom-amaliga uni jahannamdagi bir jilg'iga bordi deb yezinglar deganligi va u jilg'ining 7-qat zaminning ostida ekanligi so'zlanib o'tildi. Kafirlarning oxirgi qaytish o'rni jahannamdagi bir jilg'i bo'ldi. Ya'ni davzax bo'ldi. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi. Ondan uni chiroyli yaratganlik ne'matimizga shukr qilmay, osiylik qilganlikdan davzaxga qaytirdik. Faqat iymon etgan, yaxshi amallarni qilganlar buningdan mustasno. Sura Tin 5-6 oyatlar. Alloh taolo bu oyatda mundaq dedi. Ular tarozida, o'lchamda kam berishdan yansin. Yaman odamlarning nomi amali cho'qim sijjinda bo'ladi. Sijjin degan nima? Uni qandoq bilalaysan? Alloh taolo jahannamdagi u jilg'ining qandoq yer ekanligi haqida mundaq dedi. Ular zanjir bilan bog'langan holda davzaxning tor yeriga tashlangan chaqda bu yerda ular o'zlarining o'limini tilaydi. U yomon odamlarning qilmishlari xotirlangan bir daftardir. Muhammad ibn Ka'b Qurazining qarashicha bu oyatning ma'nosi jahannamga kirdiganlarning soni ulardan biror kishi ortiq bo'lib qolmaydigan va biror kishi kam bo'lib qolmaydigan darajada nihoyat aniq qilinib yezilib bo'lgandir deganlik bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh. Bu kunda inkor qiluvchilarga voy. Ya'ni ular qiyomat kuni Alloh taolo ular va'da qilgan jahannamni va xorlig'uchi azobni ko'rgan vaqtida ularga voy. Voy degan so'z haqidagi bayonlar beshida bayon qilinib o'tildi. U so'zning ma'nosi bo'lsa, halok bo'lsin deganlik bo'ladi. Bahzi ibn Hakim payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kishilarni kuldirish uchun yolg'on gap qilgan kishilarga voy va uning voy. Ya'ni bu yerdagi voy degan so'z halok bo'lsin degan ma'noni bildirdi. Ondan Alloh taolo u gunohkor, kafir, inkor qilguvchilarning qanday kishilar ekanligini bayon qilib mundaq dedi. Ular qiyomat kunini inkor qiladi. Ya'ni ular qiyomatning bo'ladiganligiga ishonmaydi. Hem qiyomatni bo'ladi debmi qaramaydi. Hatta uning bo'lishini yiroq sanaydi. Uni faqat kufrida haddidan oshgan intayin gunohkor odamlar inkor qiladi. Ya'ni ular bo'lsa Alloh taolo cheklagan ishlarni qilib va u yo'l qo'yib bergan belgilamalardan o'tib ketib, qilmishlarida haddidan eshib ketgan va so'zlasa yolg'on so'zlab, va'da qilsa va'dasiga xiloflik qilib, jidallashib qolganda oldi bilan eg'izini buzib so'zlaydigan gunohkor kishilardir. Uningga bizning oyatlarimiz tilovat qilinsa, u bu qadimkilarning hikoyalaridir deydi. Ya'ni u payg'ambar orqali Alloh taolaning so'zlarini, Alloh taolaning oyatlarini anglasa, u so'zni inkor qiladi va u haqida yomon gumonda bo'ladi. U ilgirkilarning kitoblaridan to'plashib, o'ydirib ilingan deydi. Bu haqda Alloh taolo mundaq dedi. Ularga, ya'ni mushriklarga Rabbinglar payg'ambarga nimalarni nozil qildi deyilsa,
ular masxir qilib, qadimkilarning afsonalarini nozil qildi deyishidi. Ular aytdi, bu burunqilarning afsonalaridirki, ularni u yozdirib olgan, hifz qilib olish uchun uningga atigan oqshomda o'qib berilyotidi. La havla va la quvvata illa billah. Hergiz undaq emas. Belki ularning gunohlari tufaylidan dillari qariyib ketgan. Ya'ni Qur'on bo'lsa kofirlar gumon qilgandek va degandek qadimkilarning hikoyasi emasdir. Aksicha u Alloh taolaning so'zi va Alloh taolaning o'z payg'ambariga tushirgan vahiysidir. Ularning gunohlarining va xatoliklarining ko'p bo'lganligi tufaylidan ularning dillarini qoplab olgan qorliq ularni dillari bilan Qur'onga iymon etishdan to'sib qo'ydi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: "Hergiz undaq emas. Belki ularning gunohlari tufaylidan dillari qariyib ketgan." Bu vaqtda Ibn Jarir, Tirmizi, Nasa'i va Ibn Majah qatorliqlar Abu Hurayradan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Agar banda biror gunoh ishni qilib qolsa, uning diliga bir qora chekit tushidi. Mabodo u gunohiga tavba qilsa, uning dili u qora chekitdan tozalab etildi. Agar u gunohni qilishni davomlashtiraversa, uning diliga qo'yiladigan chekitmi ko'payib boradi. Mana bu Alloh taolaning hergiz undaq emas, belki ularning gunohlari tufaylidan dillari qariyib ketgan degan oyatida bayon qilingan qariyib ketgan dillardir. Hergiz undaq emas. Haqiqatan ular bu kunda Rabbini ko'rishdan man'i qilingan. Ya'ni qiyomat kuni ularning o'rinlari davzaxti bo'ladi. Uning ustiga ular shu kunda o'zlarining yaratquchisi bo'lgan Rabbini ko'rishdan cheklandi. İmam Abu Abdullah Şafii bu oyatda qiyomat kuni mu'minlarning Alloh taoloni ko'radiganligiga dalil pokit bordir dedi. Ondan ular haqiqatan davzaxga daxil bo'lguchilardir. Ya'ni ular Rabbini ko'rishdan mahrum qilinish bilan billa o't yinib turadigan davzaxga kirdi. Ondan ularga mana bu sizlar inkor qilgan narsa, ya'ni azobdir deyiladi. Ya'ni bu so'z ularga ularni ayiblash, tanqid qilish va kamsitish yuzasidan deyiladi. Rastla yaxshi bandalarning nomi amali shak shubhisiz illiyunda bo'ladi. Illiyunning nima ekanligini sen qandoq bilalaysan? U yaxshilarning amallari xotirlangan daftardir. Uningga Allohning yaqin farishtalari guvoh bo'ladi. Yaxshilar ne'mat ichida, ya'ni jannatda bo'ladi. Ular taxtlar ustida turib, Allohning jannati ularga bergan turli ne'matlariga qaraydi. Ularga qaraydigan bo'lsang, ne'matning ularning chiroylaridan chiqib turgan asrini toniysan. Ular og'zi pechatlangan sap sharob bilan sug'uriladi. İçishning oxirida uningdan iporning hidi kelib turdi. Qiziquvchilar shuningga qiziqsin. Ya'ni sap sharobga tasnimning suyi aralashtirilgan. Tasnim jannatdagi bir buloq bo'lib, uningdan Allohning yaqin bandalari ichidi. Yaxshilarning nomi amali va ularning mukofoti to'g'risida. Rastla yaxshi bandalarning nomi amali shak shubhisiz illiyunda bo'ladi. Ya'ni yaxshi bandalarning avvali kofirlarnikiga o'xshamaydigan bo'lib, ularning qaytish o'rni illiyunda bo'ladi. Hilal ibn Yassaf mundaq rivoyat qildi. Ibn Abbas Ka'bdan Sijjin haqida savol so'radi. Ka'b u bo'lsa 7-qat zamindir va u yerda kofirlarning jonlari bordir deb javob berdi.
onundan illiyon haqida savol so'ragan edi. U bo'lsa 7-qat osmondir va u yerda mu'minlarning jonlari bor deb javob berdi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbasning oyatdagi illiyindan jannat ko'z tutiladi deganligini rivoyat qildi. Boshqalar illiyin bo'lsa Sidratul Muntahaning qishididir dedi. To'g'risi oyatdagi illiyin degan so'zdan mayli 7-osmon bo'lsin yoki Sidratul Muntahaning qishi bo'lsin yoki uningdan boshqa yer bo'lsin, ustun qatlamdagi bir yer ko'z tutiladi. Qandaq narsa ustun bo'lgan siri va yuqoriga ko'tarilgan siri katta va kengroq holatda bo'ladi. Shunga Alloh taolo illiyinning ishini gavdlantirib mundaq dedi. U yaxshilarning amallari xotirlangan daftardir. Uningga Allohning yaqin farishtalari guvoh bo'ladi. Avfi ibn Abbasning uningga har bir osmondan u osmonning yaqin farishtalari guvoh bo'ladi deganligini rivoyat qildi. Yaxshilar ne'mat ichida, ya'ni jannatda bo'ladi. Ya'ni ular qiyomat kuni mangu bo'ladigan ne'mat va keng marhamat ba jannatlarning ichida bo'ladi. Ular taxtlar ustida turib, Allohning jannatda ularga bergan turli ne'matlarga qaraydi. Bu oyatning ikki xil ma'nosi bo'lib, birinchi xil ma'nosi ular taxtlar ustida o'ltirib, o'zlariga tava bo'lgan ne'matlarga va Alloh taolo ularga bergan tugab qolmaydigan va yo'qolib ketmaydigan yaxshilik va marhamatlarga qaraydi deganlik bo'ladi. Ikkinchi xil ma'nosi ular taxtlar ustida turib Alloh taologa qaraydi deganlik bo'ladi. Bu bo'lsa mu'minlarni yuqorida Alloh taoloning hargiz undaq emas, haqiqatan ular bu kunda Rabbini ko'rishdan man'i qilingan degan oyatida sifatlanib o'tilgan kofirlarga o'xshamaydigan sifat bilan sifatlashdir. Ya'ni Alloh taolo bu oyatida jannatga kirganlardan xabar berib, ularning taxtlari va to'shaklari ustida turib Alloh taolo qaraydiganligini bayon qildi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Ularga qaraydigan bo'lsang, ne'matning ularning chiroylaridan chiqib turgan asarini toniysan. Ya'ni sen ularga qaraydigan bo'lsang, ular katta bir noz-u ne'mat ichida yashaganligi uchun ularning chiroylaridan ne'mat, xo'shallik va rohat farohatning asarini chiqib turganligini bilalaysan. Ular og'zi pechatlangan sap sharob bilan sug'urildi. Ya'ni ular jannatning sharoblari bilan sug'urildi. İmam Ahmad Abu Sa'id Xudriydan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qaysi bir mu'min ussab qolgan yana bir mu'minni bir yutum suv bilan sug'urib qo'ysa, Alloh taolo u mu'minni qiyomat kuni jannatning sharoblari bilan sug'urdi. Qaysi bir mu'min och qolgan yana bir mu'minga tamoq bersa, qiyomat kuni Alloh taolo u mu'minga jannatning mevalaridan yegizadi. Qaysi bir mu'min kiyimsiz qolgan yana bir mu'minga kiyim kiygizsa, Alloh taolo u mu'minga jannatning o't cho'plaridan kiyim kiygizadi. La havla va la quvvata illa billah. İchishning oxirida uningdan ihborining hidi kelib turdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Mas'ud Alloh taolo sharobga ihbor aralashtirgan dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Avfi ibn Abbasning Alloh taolo ularga sharobni xushbo'ylashtirib berdi. Alloh taolo sharobga aralashtirgan eng oxirgi xushbo'y narsa bo'lsa ihbordir. Ihbor bilan uningga aralashtirilgan xushbo'y narsalar tamomlandi deganligini rivoyat qildi. Qiziquvchilar shuningga qiziqsin. Ya'ni faxrlanguchilar mushundaq ahvolga erishganligi uchun faxrlansin va qiziquvchilar mushuninga erishishga qiziqsin. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Ishliguvchilar mushundaq zo'r baxtga erishish uchun ishlasin.
La ilahe illallah. Onunğa, yani sap şarapqa tasnimning suyi aralashtirilgan. Yani mushu sap şarapqa tasnim deb atiladigan şarap aralashtirilgandir. Abu Salih ve Zahhakning rivoyat qilishicha, tasnim jannatdagilarning şaraplarının eng esili ve alisi ekan. Şuna Allah Teala mundaq dedi. Tasnim jannatdagi bir buloq bo'lib, onundan Allah Teala'nın yaqin bandileri içidir. Yani bu ayetning ma'nosi haqida İbn Mas'ud, İbn Abbas, Masruq, Qatada ve başqalar Allah Teala'nın en yaqin bandileri u buloqning suyini o'z beti içidir ve yaxshi odamlar uchun u buloqning suyiga boshqa narsalar aralashtirilib beriladi dedi. Kafirlar hakikaten mu'minlarni masxara qilib kulatdi. Mu'minlar ularning oldidan o'tganda ular o'zaro ko'z qisishatdi. Uylariga qaytganda mu'minlarning g'aybatini qilib, maza qilgan holda qaytishatdi. Mu'minlarni ko'rganda bular sheksiz adashganlar deyishatdi. Ular mu'minlarni kuzatishga avatilgani yo'q. Ular mu'minlarni kuzatishga avatilgani yo'q. Bugün, yani kıyamet günü mu'minlar kafirlardan külüdü. Kafirlarning haliga esil taxtlar ustida o'ltirib nazar tashlaydi. Kafirlar mu'minlarni masxara qilgan qilmishlarining jazosini tortdimi? Kafirlarning mu'minlarga yomonlik qilishi va ularni mazoq qilish to'g'risida. Allah Teala kafirlarning dünyada mu'minlarni masxara ve mazoq qilib kuladiganligidan ve ular mu'minlarning yanlardan o'tganda ularni masxara qilib o'zaro ko'z qisishadiganligidan xabar berdi. Uylariga qaytganda mu'minlarning g'aybatini qilib maza qilgan holda qaytishatdi. Yani eliq kafirlar uylariga qaytganda o'zlarining qilgan mazoqlaridan huzurlangan holatda qaytishatdi. Gerçi kafirlar nimini xalasa şununla eriştiğen turuqluq, ular Allah Teala'nın özleriga bergan ne'matlariga shukr qilmasdan, aksicha mu'minlarni masxara qilish va ularga hasad qilish bilan o'zlarini avor qilatdi. Mu'minlarni ko'rganda bular sheksiz adashganlar deyishatdi. Yani kafirlar bu so'zni mu'minlar ularning dinda bo'lmaganligi uchunla deydi. Ular mu'minlarni kuzatishga avatilgani yo'q. Yani bu kafirlar aşı mu'minlarni ularning nima ish qiladiganligi va nimalarni deydiganliklarini kuzatishga avatilgan emas. Ular bundaq ishlarni qilishga buyurilgani yo'q. Undaq ekan ular nima uchun o'zlarini mu'minlarni masxara qilish bilan avor qiladi ve nima uchun ularni o'zlarining hayotining muhim bir temiz qilib oladi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Allah aytadi: Cehennemde har holda qilinglar. Ustinglardan azobning ko'tarilib ketishi haqida menga so'z ochmanglar. Shubhisizki bandilarimdan bir turkum kishilar Rabbimiz biz iymon etdik, bizga mag'firat qilgin, bizga rahim qilgin, sen bo'lsang eng rahim qilguvchisan deydi. Ularni masxir qildinglar. Hatta ular sizlarga mening zikrimni unutildirdi. Yani ularni masxir qilish bilan bo'lib ketib, men itoat qilishni unutdinglar. Sizlar ulardan kulatdinglar. Sizlardan yetgan aziyatlarga sabr qilganliklar uchun men ularni bugun mukofotladim. Ular haqiqatan maqsadga erishguchilardir. Şuna Allah Teala bu surede mundaq dedi. Bugün, yani kıyamet günü mu'minlar kafirlardan külüdü. Yani kafirlarning dünyada mu'minlarni masxara qilib kulganligi uchun
qiyomat kuni mu'minlar ularni masxara qilib kuladi. Mu'minlar kafirlarning holiga esil taxtlar ustida o'ltirib nazar tashlaydi. Ya'ni mu'minlar kafirlarning shaksiz ular adashganlar deganidek bo'lmasdan, balki ular Rabbiga qarab turg'uchilardan bo'ladi. Rabbiga qarab turg'uchilardan bo'ladi. Mu'minlar Alloh taolaning jannatda o'z Rabbiga qarab turadigan yaqin bandalardir. Kafirlar mu'minlarni masxara qilgan qilmishlarining jazosini tortdimi? Ya'ni kafirlarga mu'minlarni masxara va mazoq qilganning jazosi berildimi yoki berilmadimi? Ya'ni ularga uning jazosi to'liq berildi. Elhamdülillah. Alloh taolaga shukrlar bo'lsin. Shuning bilan sura Mutaffifinning tafsiri tugadi. Kelar qitimda sura İnshiqoq tafsiri 1-oyatidan boshlab anglaysizlar inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.